Ramazanda tilimiz, sözümüz özgürdü. Tilimiz ve sözlerimizmi Ramazan kelişi bilen düzeltiş, paklaş, zörül bulgan umumi ahlakның dairesi kirdi. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Velâkibatu lil muttaqin. Esselatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Amma ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Hürmetli ustazlar ve kırındaşlar. Ramazan Özgürüş İyidir namlıq programımızın 7. halkası. Ramazanda tilimiz, sözümüz özgürdü. Tilimiz ve sözlerimizmi Ramazan kelişi bilen düzeltiş, paklaş, zörül bulgan umumi ahlakның dairesi kirdi. Lekin biz tilning xatarlik bo'lganligi, aziyatlari ko'p bo'lganligi uchun chekdan ishib ketsa, oqibati xatarlik bo'lganligi uchun bu yerda til bilan qiladigan so'zni maqsad qilamiz. Shuning uchun mashhur hadisda Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam Muaz ibn Jabal radhiyallohu anhuga: "Ey Muaz, shunimi tushunmadingmi? İnsanlar tilleri bilan so'zlagan so'zning natijasida yuzlarcha do'zax so'rildi emasmi?" degan. Tildan kelib chiqadigan oqibat pek ko'p bo'lib, uni hisoblash mumkin bo'lmaydi. İnsan ba'zi so'zlarni hech o'ylanmasdan, fikr qilmasdan tili bilan so'zlab ketadi. Uning sababidan orliqi kun chiqish bilan kun bitishning orasidagi yoki cho'nqurligi 70 yillik musofadanmi yiroq bo'lgan do'zaxning ostiga tushib ketadi. Bu to'g'rida bayon qilingan sahih hadislarda bir odam hech o'ylanmasdan Alloh yaxshi ko'radigan bir so'zni qiladi, buning bilan Allohning roziligiga erishadi. Yana bir odam hech o'ylanmasdan Allohning g'azabiga uchraydigan bir so'zni qiladi, buning bilan qahri intayin cho'nqur bo'lgan do'zax tushib ketadi deb bayon qilingan. Shuning uchun Ramazon bizning tillarimizni, so'zlarimizni o'zgartirdi. Tillarimizdan Ramazonda iymoniy kalimalar tarqalmasa, biz tutgan ro'zimizdan hech narsaga erisholmagan bo'lmaymizmi? Yolg'onchi yolg'onchilik qilishni to'xtaydi, Allohning qo'rqidi. Suxanchilikni tashlaydi. Boshqalarning g'ayvatini qilg'uchi o'ziga qaytib, o'zidan hisob oladi. Tili uzun odam, ya'ni kishilarga og'zaki jihatda ko'p aziyat beradigan kishi bu ishni butunlay yo'q qilishi yoki ozlatishi, qilgan so'zlardan hisob elib tekshirishi, her bir ig'iz so'zdanmi hisob elinadiganligi, mas'uliyatga tortadiganligini bilish kerak. Bu to'g'rida Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda shunday deydi: "Ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid." Tarjimasi: u qandaq bir so'zni qilmasin, uning oldida hamon farishta hozir bo'lib kuzatib turadi. Tili uzun, boshqalarga ittik aziyat yetkazib qoladigan kishilar uchun tuvandagi ishlar ularninki Ramazonda tillarni kontrol qilishiga yordam beradi. Birinchi, barliq shart adablarga to'liq rioya qilingan Alloh uchun xolis bo'lgan roza. Ikkinchi, masjidda o'tirib tilini zikr, Qur'on tilovat, tasbih, takbir bilan mashg'ul qilish va ishqilayotgan do'stlari va boshqa kishilar bilan bo'lgan o'rinsiz uchur aloqalarni azlatish. Uchinchi, quruq so'z, behuda harakat ve oyun tamasha so'rinlarini tark qilish, foydali kitoblarni o'qish, solihlarga ham suhbat bo'lish, yaxshilik ishlarga ishtirok qilish, kishilarga yordam berish qatorliq Ramazonda ajr ko'p bo'ladigan ishlar bilan mashg'ul bo'lish. To'rtinchi, bu ishlarga o'zini ko'ndirish uchun ko'p tirishchilik qilish lozim. Chunki o'zining odatlanib qolgan bir holatidan yana bir holatga yo'tkilish oson emas. Buning uchun ko'p sabr qilish va o'zini bek kontrol qilishga ehtiyojli bo'ladi. Ramazonda ado qilinadigan har qanday omil shundoq o'zgarishga yordam beradi. 5. Tilini haddidan ziyoda uzartishning, ya'ni eg'izi yomonlikning oqibatini eslashi. Bunda holatda Alloh taolo u kishining tutgan ro'zasini qaytaradiganligi, qabul qilmaydiganligini esiga olishi lozim. Bu to'g'rida Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam mundaq degan: kimki ro'zador turib yolg'on so'zlash, yolg'on guvohlik berish, yolg'onchilik bilan ish qilishni, nadan jahillikni tark qilmasa, Alloh taolaning u kishining yemek ichmakni tark qilib tutgan ro'zasiga hech ehtiyoji bo'lmaydi. Alloh subhanahu va taoladan bizlarni to'g'ri yo'lga muvaffaq qilishini va bizlarningki barliq ishlarimizni o'zi rozi bo'ladigan, yaxshi ko'radigan shaklda ado qilishimizga yordam berishni so'raymiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.